Assalomu alaykum. Rahmat. Jang haqidami? Raqib boshida cross udar o'tkazardi. Moshni cross udar o'tkazardi. O'shandan keyin o'zi ko'zidan yosh chiqib, burni ham qonab, по-моему, qirsiladi-da. Menimcha burni sindi deb o'ylayman. O'shandan keyin u o'zini yomon yo'qotdi. O'sha zarbadan keyin o'zi meni ham ishtaham ochildi, hammasi chiroyli bo'ldi. Hech kimga vizit tashlamayman. Men Odilxonman. Oktagon ligada 3 ta eng katta litsolar bo'largan bo'lsa, mediada o'shalardan biri menman. Ras shunday ekan, men hech kimga chaqiruv tashlamayman, menga chaqiruv tashlashsin. Негізі мен осы байқадым, Өзбекстан адамдары ерке болғаннан видео түсіріп, вызов тастап, енді Suriyalik дейсің. Nima deymiz endi? Faqat O'zbekiston deyish noto'g'ri. Endi sizlar faqat ko'pincha o'zbekistonliklarni ko'rayotgandirsizlar balki. Endi hozir chempion bo'lib turgan odamga juda ham ko'p chaqiruvlar bo'ladi baribir. U BMF kamarini olgan. Shunday ekan, bu narsa ham quvonchli, ham achinarli. Shu jangga loyiq bo'lganlar chaqiruv tashlasa, uni to'g'ri tushunish kerak. Lekin jangga loyiq bo'lmaganlar chaqiruv tashlashi bu kulgili holat. O'shaning uchun nima deymiz, o'sha chaqiruv tashlayotganlar Erkibo'longa, menga, Kamilga chaqiruv tashlayotganlar juda ko'p. Nima deymiz? O'chirtga turish kerak. Liga agar jang beradigan bo'lsa, yaxshi tayyorgarlik qilish kerak. Rahmat. Salomat bo'linglar. Kanalingizga rivoj. Kuzatuvchilaringiz hammasiga assalomu alaykum. Men yomon bola emasman. Men ham sizlarning onalaringga, otalaringga o'xshagan ota-onani farzandiman. Shunday ekan, kim bilandir muammoim bo'ladigan bo'lsa, u men o'rtamdagi narsa. Sizlar yomon ko'rib kommentda yomon komment yozish ozgina menimcha noto'g'ri.